Soğukken. Oy. Oy. Oy biz kaçan içimizden maşina var yürüyoruz da. Hemmeden maşina basıp oturabdığımız amında. Mana men ollu kaçan maşina erişinin tayanıqını qıp koygan. Kıllı küçük oğlan saram. Oy maşinadan sen çarptırıp tepsiye ben kullandı bu bilen sana. Ya aldıdan mak gepimni anlama. Biz ma yitek yolun nört çağlarına vakalacıklar satsa, bizge baş şirket maşina soğukken maşina. Onu nerede? Bu şirketning o'ni bo'lsa, Qashqar shahar Shugon xalqaro bozori B8-oy 118-123 do'kon. Unda o'z telefon numarcha. Basay. Yo-ar, Ju-ar, Sijo. Oy. Yani doğru düşünüyorduk da. Ola böyle. İşlep katlanma daş. Ayni qilamiz adashishimiz kerak. Tuz. Hey. Davutcha adaş işlep katlandayla. Ay, nimasi dersiz maxun. Biz maktabda yaxshi o'qimagandikan, mush kun bo'yi ketman tutgan gapgan. Xap bo'lsin mushkulimizga kim bizni maktabda yaxshi o'qimasin debdi. Hey Davut Axun. Sizlar bir ömür ketmen tutuşqılam yaralğa o'xshaysizlar. Hey ağılla. Pişayma qılğanğa onu kamito qalanlar. Bo'ldi bizim o yani suğamıza qo'maydi. Mana adaş ketdik. Ma'qulamiz. Ma'qula.
Ha Davut. Bizde bu yerga ciddiy qisqag'udek nima ish bor ya? Ha, shu. Chiqqan gapimni yaxshi anglash. Men tuniganning yani ko'p o'ylandim, izlandim, tadbir tuzdim. Ha? Tadbir tuzdim. Men bugundan boshlab ketmanlik qalamni cho'rib otibman. Ha? O. Men bugundan boshlab ketman tutmayman. Ketman menga bir umr huma emas. Men yosh. Men yosh. Bunda o'tiyversam bo'lmaydi. Bu işsiz adam yer şarkı yük. Ha? Yer şarkı yük bu. Şunun için ben bugundan boshlab tirishib xizmat qilman. Şunun için özümge bir arzu. Zaten nima ya? Ha! Men öz aldımga igilik tiklep, pul tepip, çoğun şirket kurup, yazımızdaki işsizlarını işkorlaştırmakçı. Ha? İşkorlaştırmakçı. O. Ha. Ha, raz. Çıktın ba? Çıktın işkorlaştırma. Ha. Oldu. Şunun için ben bu yerda chiqqan bilan yaxshiroq muңdashib olay deb chaqirdim. Men atatdigan shaharga mangmoqchi. Davut. Unda qamay bizimi bil elvagın ha? Unda qilmay bizni ishlayotgan shaga. Biznikilar. Chiqqanlarni edivasam butu. Lekin bu ishda mening deganim hesab, meningini anglaysizlar qanday? Ha? Butu ma'qul siznikini anglayli. Andalab qalsa bir aka deb chaqirish baqa. Ako. Lukrak. Ako. Uzaq esib ketdi. Shu qizaq etib ketgan. Qo'sqonni ochgan bo'lsa, men sening akangla. Men cho'qim sizga ega bo'lishim kerak, ha? Qo'sqonni biqishim kerak. Biz bugundan boshlab orzu bor odamlar. Shuning uchun biz cho'qim quvvat to'liqlash uchun go'sht yeyishimiz kerak. Shu? Go'sht yeganlar bormi ya? Bor. Mana go'shtni o'zim mehmon qilma. Mangla, go'sht yeganlar bo'lsa, mangla. Qo'sa to'g'ri yeymiz go'shtni. Menga. Tabiat, güzellik ve paklıkның simvolidir. Men tabiatning güzelligidan huzurlanganda, shijoat meva tamlik sutlarini o'zimga hamroh qildi. Go'zal tabiatning so'g'isi, mehrli qalblarning tanlashi, sut bilan mevaning lazzati, shijoat meva tamlik sutlari. Go'shtni ko'rdinglarmi? Lök go'sht. Aka. O'g'il qilamsiz ha? Ig'zingni yum. Qitliq taz. Nari shu mag'izliq. Biz o'g'il qilmaymiz. Biz degan yaxshi odamlar. Biz faqat u to'qini vaqtincha oriyat kelib yeb turibmiz. Keyin shahar kirib pul topganda birning o'rniga bir necha nafas qilib bo'lmadimi? Aka, unda da to'qning egisi bayqabqa tutilib qolsaqchan. Navada to'qning egisi kelib qolsa, sizlar jininglarni ilib badar qichinglar. Uyning egisi bilan uzam deyishdimi? Men sizlarning akanglar bo'lgandan buningga uzum mas'ul bo'lishim kerak. Uqdinglarmi? Ma'qul uqdik.
bu yerda. Aka, kinolarda mayda qitga ya. Kino izleyotgan tıkabız bu yerda. Aku, Bu ne? mikyon ke ya bu tutkunumuz yakın capıt atap. Mikyan? He? Her gün kokma lan ha. Adamlar odak ne? Köp görgen. Ay, toğunun pokluğu. Məni taşlap qap, kaçıp sen gelişken. Ayna aka bir ay şulap kalsı cananlap kaçanı dediniz. Şurada degelik bu katta. Hey, toğunun pokluğu, mındalam dep o gepti bu. Abi, ben o toğunun ilgisiga çaylıqta düşendirdim. Arzularımның hemmini dep bersem, toğudun meni soyab meyman qildik aka. Aka, to'g'dim bizga ma hech kelmading ma? Hoş geldin. Aynen. Hoş geldin. Baka yine piştirdi baka. Baka yine. Oy baka piştirdi baka. Baka. Yine piş baka. Sen piştirdi baka. Ben baka. Yine baka. Yine piştirdi baka sen. Yeni pis baka. O pis başla. O kolum işkembe kaldı. Lan kapıla.
Goş ne? Kasım ne? Muş ne? Ben yerim aklıma. Muş ne? Ben yerim. Unda aşko, benim başımdan çık ötevgen, unda kokuşlukum yok. Aka, toxunun his geldi. Bacı, yana toğu uğurlap sende. Onda kıma. İnsan degen, kişilerge yaxşı koluna köp sunuş gerek. Yaxşı fazilet yetildiriş gerek. Bunun keyin toğu uğurlama. Hey to'xta. Ha? Bu ne chiqim bo'ldi? Davud hech ko'rmaydi ya. Şunu degene. Bu polkotak bizni aldab qo'yib shaharga uzyoquz qochib ketdimi ya? Shu azal nishon bitdim men bu polgatakka. O'zini bizga oq qilib olgani taqa. Qiziq. Madash bo'ldi. Yerimizni so'qirlaydi. Kansaklar. Hey to'xta. Ha? Do'ning ovozi chiqatamtu ya. Qo'y. Davudning ovoziga.
Uzunla. Davut. Gol. Aku, sen boğumsan tokat belgeledin mi bana? Vay bicara kallanı piştires ters. Nereye kadar? Yakın kelime ya. Ha? Ben tağı yemeğen otağını kozgamaya çıktım. Bak hep say tağını tutaydım sen. İkisi hep tutu aldı. Aka, yemeğen mantının pulustu lapsi digine. Tolu kuruk yaptı az kılıp. Boşaltmam seni ne? Boşaltmam sana adı la. Ne var tıkatta? Kaydım girişmem seni ya. Kaydım girişmem seni. Ezim, biz Davut'la bunda yalnız taşlap koyup tazaq yaxşı qımılıq moqanda bizге yaxşı dostlardan tutsak. Ay. Davut üzünün işini üzel kılalaydı. Unda aşağını köp görgen. Adet kadar olmasa o. Tuğan turga bir tusayna. Sen o da digenin bilen tam koşulanmay bak kan tutsak. Laqamay qutquzup kelsek o bitkanda. Laqamay qutquzup kelle. Ras. Davut boğumuzumu kosak aç kaldı dey. Bugün bu makala uğurlukken.
To'g'ri, yaxshi qilibsan. Bo'ldi, ketdik biz. Rahmat sizlarga. Sizlar bo'lmagan bo'lsang, u kasofat tas qog'amini go'sht qiymis qaylandirib atqilar. Aka, Ha? go'sht qiymisi degan qanday narsa? Bu go'sht qiymis deganimiz oldidan biz hozir xamir tayyorlayapmiz. Biz xamirni yalpaqlaymiz. Bu xamirni nep biz yalpaqlab, biz bir qator xamirni yumaloq yalpaqlab olgandan keyin buningga azroq tayyorlab olgan go'sht qiymisini salamiz. Bu go'sht qiymasini tayyorlab olgandan keyin buni apchillik bilan tugimiz. Mana shu xamir bilan go'sht birlashgandan keyin buni go'sht qiyami deb ataymiz. Uqdingmi? Men bundan go'sht qiyami etishni kichkina o'rgangan. Shunga sen bu go'sht qiyamini Ka, ha? dokuz tuzsuzmu? Oy ay bakallamni. At tuzları unutib qaytma, to'xtab, tuzma. Acha ağzını acha. Mana. Mana tuz degan, ha. Aras. Men demek go'sht qiyamini yana bir so'y yemsa? Yapaqa? Men yemsa. Aras to'xta. Ha? Sen qarama shu birisiga bek o'xshaysan. Vahshiymi o'xshaysiz qilib. Kimga o'xshayman? Bo'ldi. Rostga qilsam sen Asumukonga bek o'xshaysan. Menga. Shunga. Aras to'xta. Ha? Sana bir gap bor deyman. Nima gapda? O'ylab qoldim qala. Biz shu shaharga ketmiz deb jabot atib yurgucha. Shu g'arbga nomag'li bo'lsa qanday bo'lar? Voy mang'ina voy. Shu gapim bor deb qilib elimga. Voy. Otaz yotibdi ya. O'lgan tu, manga. Manga. Aka, ezim o'ldimi nima? Voy manga nadiga yo'q gapni qilib. Bu tazdan jana qila mazmutanda asa olmaydi. Bu qalab to'y hozirdan mushoq keldirma. Mushtumimning kuchini hozir ko'rsa. Endi öldü. Endi resmi öldü. Tiniqi borkan. Ha? Tiniqi bormikan? Rost tiniqi borkan. Hey, to'xta. Uni olib qolib biz sen bunda bir sun'iy nafaslantirib bir ushuk kelgizgin, ha? Kalk yemez kalampay, şok işini mi kamlaştıramıgan? O ne manı mendek akan kılıdı ha? Kalaptı. Ha! Ezem, toxta. Biz vaqtni bek kening so'zib o'tdik. Biz bir kun burun arzuyimiz için intilsak, biz arzuyimizga bir kun burun yetib boramiz. Men o'tgani bug'doy sotqa vaqtda ozroq pul yig'ib qo'ygan. Osh pul bizning shahar kirishimizga tamoman yetib oshdi.
Ha? Şehir kirishga tamamen yetib oshdim. Shuning uchun endi bo'ldi, bas. Bo'ldi, bas. Biz bugunli shahardagi yo'lga chiqishimiz kerak. Jin? Shuning uchun birga yo'lga chiqaylik. Tushundingmi? Tushundik. Men a shahardagi do'stim bilan deyishib qo'ydim. Bugun bizni bekatda mashinasi saqlamoqchi. Tushundingmi? Bo'ldi, qo'panglar. Mayli. Bunda olsa şu yerda bir o'ynab sinab boqamsiz. Oynadim hamsi. Buyur başla. Bo'lmadim ha? Ya bo'ldi. Abdan bo'ldi. Abi mundaq gap, biz yaqinda bir filmda bir ishlamoqchi edik, shunga artistlar lavotgan. O'sha filmda bir rol berishni xohlamsizlar? Xohlaymiz. Xohlaymiz. Bundaq bo'lsa hozir mushu bir Yig'laydigan ko'rish. yig'laydigan ko'rinishdan birine bir rol elib sinab boqinglar. Yig'layotgan ko'rinishdim. Başladım hamsi. Bo'ldi. Men sizni bir cho'ntak qilib qo'ygandim dedim. Bunda bir yig'lagan bir rolni olib boqinglar degan qo'y. Resmen bakay. Bo'ldi, siz sinab boqing.
Hey, Bo'ldi. Ay, bo'ldi, o'ynamang, bo'ldi. oy bilan. Bo'ldi, qata. Qanday yig'ladingiz? Bu ovozingiz chiqmadi. Asli ovoz chiqib yig'labdi. Unda o'zi qaytib tapaqay. Oy, bo'ldi. Mayli. Seni mangla bo'ldi. Qanaqa telefon aldingmi? Putliq tazga. Aldım aka, aldım. Nima deydi otaz? Ay, yazdı muhim bir işim beyde şu baramayma deb. Aynen dedi. Burunlu bilitdim onu mening yaxshi emasligini. Chiroy qonisimdan chiqib turdi yaxshi emasligi bu mening. Nədiki yo'q ishga avar qilib odamdan chiqindi yani. Bo'g'ali shu ayna. Aka. Aku. Nima o'ylayapti da? Men shirkatni bo'g'ashni o'yladim qala. Qala to'xta, bu sen rolni shunda yaxshi olsang. Bu nemish bizni qo'g'lab chiqir deyman-da endi. Sen shunday yaxshi olgan tursang rolni. Oğlum mengu sendek yaxshi olsa uçurmaydı to'xta. Aka. Ha? Qo'saq sen ichib ketdi. O'ras biz taqa shaharga kirib tomoq yemabdimiz ama. Voy. Mama davası yaxshi tomoq qilib qo'ydi. Nima tomoq yeysiz? Ha, bo'ldi Furkan, bo'ldi. Muzday suvning chiqishini qarasam, o'zimizda bayat kelgan. Kechron efendim. Zulg'un tomoqimizni uzun bo'lmaydi. Tomoq bo'lib ishimiz kerak. Aka. Şey kelgandikin ambar tomoq yesak kutdi. Furkan, anda o'zimda umach qo'l batı umach, chiqishini umach keltirman Furkan. Kechron efendim bu aşkın umaş çıkmadı. Efendi emasman, Davud mening ismim. Amasi men kuminak aşkı batı Furkan. Bu tomoq yo'q efendim. Voy Furkan, bu bunchvola cho'ng aşkıdan nemishki yo'qkina u kuminak aş. Voy. Aha, chiqimda suv. Furkan, pulağı batımda go'sht bo'la. Qo'chqonning go'shtini besib etgan pula batı. Chiqishini keltiramiz shundan. Bir qor go'sht bo'lsa Furkan. Bana polonun boşa. Bizim nerede gelip bize? Ab tutan kanın balısı. Acayip bir uçuş kaldık ha. Kilama. Acayip yaxşı oldu ha. Acayip yaxşı uçuş kaldık ha. Acayip yaxşı oldu. Uzun bir gelsin mi köp bakma qilin. Bu kip qapsga bir shaharga qanday shamol tushib keldi sana. Endi biz shu shaharga endi o'z
Endi biz shu yezdidan shaharga kelishga maqsad bo'lsa, matruza sizdan ushamaymiz. Endi biz o'z kelgusimizni o'zimiz yaratmoqchi. Tirishib, har qanday jafo mushaqqat bo'lsa, biz cho'qim yengitmiz. Shuning uchun keldik. Biz shirkat qurmoqchi. Sizlarning haqiqatan ulug'vor orzuyinglar bor ekan. Buni berib olsanglar, mening bir orzuyim bo'lishi kerak-da asli. Bo'lmaydi. O'zimni bilasan-ku, o'zim mana shaharga kirish jarayonida qolib qoldi. Adamlar ahmoqlik deb. Shuning sen cho'qim adamlar ahmoqlik deshing mumkin. Bo'lmaydi. Sen yaqla to'xta sen bilasan. Hamma tuzda elvalli bo'lsa. Buto matruza. Sizni elvasak buto. Unda bo'lsa bizga ergishinglar. Rahmat. Ma'qul. Shundaq orzuyimiz bilan kelgan endi shaga. Yaxshi o'tdi. Sizlarni bizning shirkatimiz qarshi oladi. Amroq mashinam boshimga olgan shirkatning nizomi bo'lsa, jamiyat uchun taraqqiyot yaratish, xizmatchilar uchun fursat yaratish, xalqqa qulaylik yaratish, shirkat uchun qimmat yaratishdan iborat. Sizlar yaxshi ishlarni bo'ldi. Bugundan boshlab ish qilishinglar. Ma'qul, rahmat sizga. Biz bugundan boshlab ham ishlaymiz. Biz cho'qim yaxshi ishlaymiz. Qanaqa akanglasligini nima degana? Biz mushu amroq mashinam shirkatida tirishib yaxshilab ishlab bersak, kelgusida cho'ng ishlarni qila olamiz. Sen tushundingmi? Ko'rdingmi? Boshqa pochchay o'tib ketdimmi? Bizmi kelgusida pul topib shirkat qursak, shunda poch o'tiramiz. Tushundingmi? Aka, shuni biz yaxshi ishimiz kerak. Yaxshi to'xta. Yaxshi ishlar. Nova da burası maşına mı dep kalsa kadar satımız var ne?
Vay Mertürze, sen onunun əşimine bizdigen dihqan xalq qala. Ucluk işler degen hepimiz varız. Ha? Toxunun his geldi. Toxunun egisi? İşe karması lazım bende. Ya ben demekçe sizgimde maşina lazım mı o demekçe. Bizde amrak maşinam çıktı. Her xil mavcut istil maşina var. Bo'ldi jiddiylashman. Burunqishlar o'tib ketdi. Men bugun amriq mashina shirkatiga so'zli samimiy mashinalarning sufitiga kafolat qilganligini anglab bir mashina sotish uchun kelgandim. Yaxshi mashina bo'lsa menga tanishtirib qo'ying. Bu mashina qilari qanday? Ha? Bu mashina qilari qanday? Bu maşının xidar nayit yaxşı qalan. Bu maşının 250 kat gücü var. 250 kat qıtqan işinin hemmisini şu maşını qılalaydı. Məsələn alaylıq bu maşında 3-4 tonlu kəptər mayıqı, 2-3 tonlu qoy mayıqı, kalanın mayıqı degəndəkdən bir mal tuş mağalaydı. Məsələn xaman alsınız, buğday alsınız, qunaq çapsınız, keyni xubişan sarsınız, kiçiki sarsınız, bir malı. Qılalaydım, etizaryaqның işlərinə aid masketi bu maşına. Əmdi bir neçə işəknin işinə bu maşını qılaydı degen gəl. İşək atqan pulma yancıqdı qaladı. Hey Davudka, bu maşini hazırda geldi mi? İşek satan da. Koyasını iyilik tütetme digenin ne? Aptal kızınız mı? Biz ma şirkette bir işlep kalanı ne bak başla. Aptal kızınız mı diye şey. Aptal kızınız mı? Oy estağfurullah. Aman bizden ballasar düşman da. Anne bunda gap kalan başlıklarında ma şirketinin namını kalı çık alğan biz. Çoxum işler işlep kalanı dep gelgende çoxum yaxşı işler etmiz. Ben ya anda qılmam deyip bir qıtım fürsət bir aldıran bir işlep bakıla. Bir qıtım fürsət birimiz biz çoxum yaxşı qılalayımız. Çoxum yaxşı işləyimiz. Ya anda qılmam. Ya bir qıtım fürsət bir aldıran biz işlep bakıla. Bir qıtım fürsət. Ya ben aval ben benim gittiğimde anlanlar. Ben başlık emas bir yerde. Başlık şöyle. Başlık ben bir yerde. Kanda istar bilmeli ki bu.
Elsi qaylısı mı ya? Mayli, şunu kaldırsın. Bizden şirketke başkuruş xadim lazım idi. Arkasında burun bir şirketi başkuruş xadimlab işlep bakkanman. Endi biz bir şirket başkuruş bulab işlep bakmagan hamda şu biz yazımızda hamda iş küçüzmü ya 5-600 koy, işek, topak deganlarni hamda başkurup bakkan. Endi bizde kasbiy başkurucu deb ataydan yazdiklar. Endi şu adam başkurmak, işek başkurmakdan oson deb o'ylaymiz o'zimcha. Kalan Davud'dan bir amdan işte buzup sen. Hey Davud aka, muş işni mukamlaştıramay heydaldık mı nemde? Qadak ben sen bu da öyle bir şundan küçüldüm ben. Hem mi hatalık mendim ha? Sen yiyişlen bilirsin bu şu kampüte. Yiyişlen bilirsin sen. Kampütüm. Mablumun kanı döçken bilme. Kampütün. Mana kampüt sana. Bak da bozudan bu da. Kalk gelmez nan kapıla. Davud aka sen benim lan buza gidersin. Ha? Bugün mesela cennete çıktım. Boldu mana hala. Boldu, sana çaq qo'ydum, boldu. Biz şu Abdullah Abdullah Asraşul Azmet Merkezi'nin namını anlap yardım bir kelgen. Bizge Moskvada xizmat bo'lsa bir bersangiz, bir qitim fursat bersangiz bizga bir yaxshi ishlab qolsak. Bizdeki Abdullah Asraş Mülazmet ordumuzda küçük tipteki maşınlarının matrumaylarını almıştırış, zidun xot ve kol xot maşınlarınki maylarını almıştırış, zaşın maylarını almıştırış, balon almıştırış, yasaş, tüccar ordunu Abdullah mükümleştiriş, hatarlık kesiplerine şu bulunmaz. Şu mülazmet turu boyunca hizmetçi kabul kıtmaz. Mesela bu kesiplerini kılalamızlar. Evet, qılalaymiz ve qılanmagan siz kutub qalsangiz. Bo'ldi, hamısı yaxshi ishlayman. Bugundan boshlab chiqib tushsam bo'ldi. Ma'qul. Bugundan boshlab chiqib tushishni olib qolsan. Ma'qul, rahmat.
Kocaman sen. Tabiatning go'zalligidan huzurlanganda shijoat meva tamlik sutlarini o'zimga hamroh qildi. Go'zal tabiatning sovg'isi, mehrli qalblarning tanlashi, sut bilan mevaning lazzati, shijoat meva tamlik sutlari. Davud aka, bu shak yegilar necha oy bo'ldi. Bu hech bir ish qamlashqanday emas ya. Matruza. Ne? Aşından ne yapıyorsun? Ha? Sen aynı dalını yapıyorsun.
qurilish maydonining ishi nihoyatda jafoliq. Sizlar bu ishni uddasidan chiqa olamsizlar? Biz cho'qim qilalaymiz aka. Bizga bir qitim fursat bersangiz, biz hargiz jafodan qo'rqmaymiz. Ha, bo'ldi. Unda olsa sizlarga bir fursat beray. Bu yak benim oğlum İlhamcan. Sizler işlemekçi olan kuruluş meydanının mesulü. Oğlum İlhamcan sizlerini başlayıp kuruluş meydanına alıp koysun. Ma'qul aka, ma'qul.
qalaysa. Mening chidag'uchim kim qolmadi? Endi men yezga ketibman. Bundan keyin herkes sana geçmeyman. Ne çıkatın bo'ldi sen hamma yerda ishni buzding. Yezga ketibman-da. To'g'ri Davud. Sana ergishib hech bir payda ko'rmadik. Naridan borsak hamma ishni salla buzib kelyapsa. O to'xtatgan yermas nan kapı. Hayvan. İşkiling yermas. İsit saqasım oğlab dagan to'g'rilib chini tatilar bir yere qilyapti. Hep. Hep. O yermaslar. O nan kapıyı yarmaslar. Ekşemezler. O metüzgen tobaşırlar. O kanı döçkü. İflas hayvan.